Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Xudo xohlasa mana keyingi zakazlarimizni ham olib kelib o'rnatdik. Bu yerga 4 dona eshik qo'ydik. Manzilimiz Asaka, Asakaga olib kelib o'rnatdik. Bu akamiz ham 3-4 ta yerdan surishtiribdi. Oxiri nasib bizda ekan, bizga qildirdi. Mana aka dedi, to'g'risi ishlarni surishtirdim dedi. Siz bir ikkita yerga qo'ygan ekansiz, ishlaringizni ko'rib chaqirtirib, xudo xohlasa. Chiroyli qilib qo'ying dedi. Mana xudo xohlasa qilib berdik. Akamiz ham qo'ygan yerlarimizdan ko'rib, Asakaga qo'yganmiz. Asakaga qo'ygan yerlarimizdan ko'rib, qo'shnilaridan bir ikkitasini chaqirtirdi. Xudo xohlasa chiroyli qilib berdik. Kimga shunaqa xizmat bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Garaj press apparatlarda bo'ladi. Garantiya beramiz 5 yilga. 5 yil kafolati bor. Xudo xohlasa zamok, oshim juda mustahkam, magnetlik rezinkalari bor. Ishlarimiz tashqi ichi o'ta go'zal. Xudo xohlasa shu ko'rinishda. Bu yopiq qilib bering dedi. Bittani oynali qilib bering dedi. Oynali qilib berdik. Xudo xohlasa bu Asakadan kelganda Asakani qayerda bu yer? Stansiyasi. Asakani stansiyasiga mana xudo xohlasa olib kelib o'rnatdik. Ishlarimiz juda go'zal, chiroyli. Bemalol telefon qila olasizlar. Telefonimiz 91 475 0033. Videomizda yangi bo'lganlar bitta podpiska, like bosib qo'yasizlar. Oldindan hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.